Taşbulat oğlum. Canım apa. Canım balam. Gel bir yerde otur. Canım balam. Nemişkim şunda kıgan sen. Apa. Senin tatkan azaplarınga, ahcamdan körüp atkan horluklarıga, mektepten alıgan ıza ahanetlerimge zatılı çiliyamıdım. Bırak, muşundak akıvetini oylasan banmasmı de oğlum. Eğer o ikisini cehennemge uzutalgan bolsam meyliti apa. 10 kıtım açıkıp atkan bolsam o meyliti. Emma, xuddi meni küzütüp turgandekla, sakçılarının peyda bop kalganlığı, meni kısas huzurumdun mehrum kıldı. Canım balam. Hemme iş ütüp gidiyor emas mı? Menin azap, horluk, hasret nadametlerge künük ikenligini bilisen go. Sizning tün keçilerde yoshurun yig'laganlaringiz ne? Yig'i bilan Allohni alqaganlaringiz ne? Uxlavassak, boshlarimizni silab oq urganlaringizni ko'rib, yuragim qo'qqasdi ko'ygandek o'rtilib ketdi. U yoqqa qarasam siz, bu yoqqa qarasam ocham, keynim qarasam miskin singlim. Tova, Allohning bizni ko'ra ko'zi yo'qmidi, apa? To'shibdi. Vaqt to'shdi. Sabitcan aka, uyni sizga topshirdim. Uydikilardan xabar etmayapsiz. Qilganlaringiz ne? Cho'qib qaytirman Sabitcan aka. Mağışçınım. Canım bala, Taşbulat özünü asra. Özünü asra. Sabitcan aka, uyni sizga topshirdim. Xotirjam bo'l Toshpo'lat. Xo'sh apa, mendan ansirma. Uydikilardan xotirjam bo'l. Men xabar olaman. O'g'limdan ansirma. Cho'qim yaxshi advokat topalaymiz. Yuring, qaytib ketaylik. Aslida soqchilar Obidaning oilasini taqib ostiga olgan ekanlar. Toshpo'lat qisos olaman deb ularning planini buzib qo'yibdi. Xalqlarning yolqinni zahar etkazisi degani to'g'ri o'xshamamdi. Ey Qasim, sening futon naga sepilib qoldi. Endi bu patqoqdan soqchi qolamsa yo'q, bir nima demak tas. Qisqasi o'z go'rini o'z qazdi degan shu. Xudoyim, bu ovoz 2-3 kunda bir paydo bo'lib, meni hech oromimni qo'ymadi. Sabit efendi, o benim kızım Hava. Ölüşken bu avazını anlayıp çıksam koçunun o beşinde çaşları çoğulgan, kapkar bir sayının yugurib ketayotganligini xilpal görüp kaldım. Havanisa şehrimizde bizga yaqinli bir yerda bo'lishi mumkin. Havanisa. Gulsumada. Unda Havanisa qaytib keling. keling. O'zingizga bismillah. Men sizdan afsus so'rayman, qaytib keling. Anlamaydi. Unda Gulsumada. Turma. Bo'ldi qiling. O ketib bo'ldi. Canım balam. Ondan enstirma. Qaytib keling Havanisa. Shu shaharda bo'ladi ekan, cho'qim topalaymiz. Canım balam, qaytib keling. Sizga akirib qo'yay. Yuring. Yuring. Yuring Gulsumada. Yuring. Uyimizga kirib keting. Yuring, men sizni akirib qo'yay. Canım kızım. Bo'ldi, yig'lamang.
Gülsümede. Oldu kala. Avanısa. Heliqi yağmurluq keçisi onun chiqib ketishiga yo'l qo'ymagan bo'lsam, bugünkidek holga tushib qolmas edi. Hozir Qosim nimalarni o'ylayotgandi? O qizini yo'qlab keladimi? Yo'q. O qizini qurbon qilish barligi ishrat patqig'i patdi. Shu uni izlab berishim kerak. Dada, men qaytib keldim. Farida. Qizim, havo adingizga qarab tursangiz. Men uning dadisi bilan ko'rishib kelay. Nima? Havodan ektamda. Yo'q dada, unda rahimsizlik qilmang. Sizga bag'ir tashliq yarashmaydi. U odam bek eskikan. Yo'q qizim, men u odamning yuragiga qo'limni sepaqay deyman. Siz havo adingizga qarg'ash turing, ha? Farida, o'qilga yaxshi qarang. Agar o'qil mangmay qolsa, Bo'ldi dada. Siz tushundirmisingizmi bilaman. O'qil mangmay qolsa, bilakdagi jonini azroq yuqori tuban mitirlataman. Bilak ostiga lo'nga qistiraman. Suyi tugaganda jonini sug'urib olib, paxta bosaman. Bularni men opam kasal vaqtida uygunib olgan edim. men mangdim qizim. Dada, bir ishni so'rasam bo'lamdi. Xili uzun bo'ldi. Uning tegiga yetamay kelyaptiman. So'rang qizim. Qandaqli ish bo'lsa, so'ravering. Yurak qasriga ko'ngil hukm bilan kirgil bo'lmaydi degan gapning mazmuni nima? Tushuntirib bersangiz. Bu gapni sizga kim dedi? Uni so'rab nima qilasiz? Depasingizli bo'lmadimi? Qizim, bu so'zni har xil tushuntirgili bo'ladi. Shunga qandaq sharoitda kimning og'zidan chiqqanligiga qaraymiz-da. Havo acha meni o'rmonda o'ynatganda men uningga siz mening opamga o'xshaysiz. Agar opam bo'lib qolgan bo'lsangiz nima degan yaxshi bo'ladi desam, u qizirib ketib shundoq degan edi. Tushundim qizim. Havo achingiz birovning ko'nglini zo'rlik bilan o'ziga mahliya qilib baxtga erishgili bo'lmaydi debdi. Qizim, siz havo achingizni shuncha yaxshi ko'ramsiz. Bakmi yaxshi ko'raman dada. U mening opamga o'xshaydi. Gap qilishlari, kulishlari, pari deb chochlarimni silashlari, ko'zimga uzundan uzun qarashlari, o'zimni bilmayman. Ba'zi chaqlarda uning ko'ziga shunchalik tikilib qaraymanki, men unutmagan narsalarni havo achamning g'amkin chiroyida ko'raman. Nurbiya, bu olamdan vidolashib, Feqirning bag'rini qon, ma'suma qizingiz Faridani bu dunyo xarobasiga yolg'iz tashlab ketdingiz. Ketganingizga mana 3 yil bo'lay debdi. Gözüden bir damcı yaş almışsınız. Göğrümde çik oturaman. Siz onunla, onun öğrenilmeydiğen, ah gönlüm, bağınıya bir adı tepip verin. Siz de o dünya, bu dünya, razı edin.
Kuldurам, prikazchik Abidani uyi qaysi? Mushu binoning birinchi eshik eng ustidagi so'l tarafdagi uy shu. Kim izlaysiz? Qosim uyda bormi? Ubada qilatdi. Apa! Ani chaqirdi. Assalomu alaykum. Oy, Sabit efendimiz siz. Yaxshimisiz? Qani, o'kiraylik. O'kir. Qani, o'tiring. Ha. Men choy demlab Ha, chiqaray. bo'ldi. Hojat yo'q. Ayolim shu kunki ishdan keyin uydan chiqolmay yotdi. Yuzidagi tirnoq izlari qaqash bog'lab qordab ketdi. Kiyimlaringizni kiysangiz havolangach qo'rudi birdam aylansin. Bir ish bormidi? Qizingizning ahvolini so'rab qo'yaymi demaysiz-ku? Voy, qo'ying uni. O rastulloh aqlidan ezibdi. Sarang bo'lib qopti. Havonisani doktorxonaga yo'tkamoqchi. Shunga siz bilan maslahatlashay deb kelgandim. Na bo'ladi. Siz o'ltirib turing. Men chiqib kiyimimni almashtirib olay. Abida, mening ko'ynigimni Endi fursat keldi. Havo degan qonchiqni saranglar doktorxonasiga olib ketish kerak. Shunda qilsak bo'ladimi? Voy, nemishga bo'lmaydi ekan. Gulsim degan paqmubash qizini qutuldirish uchun bo'lsa-mu, cho'qim ma'qul deydi. Helimi ta'limimizga o'ltirman, chopaman deb davomli qo'qoq soldigan Toshpo'lat degan lukchakmi? Chojisini yeb barig'iga yegi bag'an tursa, biz yana nimadan qo'rqatdik? Yaqinroq keling. Siz Gulsimga uy xetini bersanglar, havoning davolash chiqimini o'zim ko'tiraman-da. Bildingizmi? Bildim. Ko'ynigimni olib bering. Bu qitimqi fursatni herkes qo'lingizdan bermang. Gapimni esingiz ching tuting, ha? Azazil qanjoq shunchalam ishlagan bormi? Tas qapti tomirimni o'zib etkili. Elim yaxshi, siz bo'lib qapsiz. Havonisani doktorxonaga yotqizishda qanday maslahatingiz bor ekan? Anglab baqsam. Qanday maslahati bo'ladi? Uni saranglar doktorxonasiga olib borib sol o'tish kerak. Shunda qilganlar quloq tinjiydi. Saranglar doktorxonasiga? Albatta. Uning yotoq, tamoq pullarining hamma chiqimini o'zim ko'tiraman. Faqat bir shartim bor. Qanday shart? Qanidan? U menga uy xetini berish kerak. Nima? Sizning esingiz joyidami qandaq? Nima deb jo'layapsiz, ha? Men havoni xalq doktorxonasiga yo'tkamoqchi. Shuncha rasvoyi olam ishlarni qilib yetib, yana vijdon azobi his qilmadingizmi? Qizingizni nobud qildingiz. O'g'lingiz bo'z turmida. Bir oilani vayron qildingiz. Kichkina jonivor qush qashchig'ida buzilgan changisi atrofidan necha kunlab ketamaydi. Qilganlaringizning hammasi jinoyat, bilamsiz? Men jinoyatchi bo'lsam, nima uchun soqchilar kelib meni tutmaydi? Nima uchun apirib turmog'i so'lamaydi?
Aldirab ketmang Qosim. Sizning hozirgi oltingiz o'zingizga ayon. Kuningiz mahbuslarnikidami eg'ir. Bilib qo'ying. Haqiqiy turma elning g'azabli qarashi. Haqiqiy jazo elning nafrati. Sizning qanday odam ekanligingizni fuqarolarning qalb tarasi texmo bakrak o'lchaydi. Deganlaringizga o'rinliq. Lekin bu Gülsüm o'zini tuzashtirib yurishni bilmaydi. At degandan kashkicha pasqanachilik ishida yurgan. Hay, havo bo'lsa og'zi itdek bir javuldoq. Odamga yuz xotir qilishni bilmaydi. Toshpo'lat bo'lsa uchiga chiqqan bir lukchak bo'ldi. O'tganda men bilan Obidani o'ltirman deb nima ishlarni qilmadi? Shunda Qosim. Namaratlikning aybi nayt nurg'un. Öz pishtingizdan tomgan farzandlaringizni, 20 necha yil bag'ringizga tangan oq ko'ngil, vafodor ayolingizni nimalarni deb ayblamayapsiz, ha? Ularni shuncha dard alamga qo'yganingiz yetmay, yana bundaq deyishga qanday vijdoningiz chidadi? Qosim, sizga eg'ir kasma aytib qo'yay. Agiz ishgan kalimo, agizga to'ygandan keyin go'yo uningdan bezar bo'lgandek asta ketib qoladi. Lekin paskina agiz ustida hargiz yetib olmaydi. Havacha. Feride. Feride. Sizni pek sevindim. Ben bu şu. Havanisa. Bir ay ishchidlar, xeyli aslingizga kelib qoldingiz. Bundaq patli yaxshi bo'lib ketishingiz meni to'liq xushal qilyapti. Havacha, men sizga nima ep keldim? Qarang. Mana bu hurmatli Sabit efendi. Bu siz. Mana bu men. Bunu özümden puluğa aldım. Başka narsalarni mana bu adam aldı. Aykelim, men sep qo'yay. Rahmat sizlarga. Sizlar har kuni kelyapsizlar. Halimdan xabar olyapsizlar. Ay, qarang sizni. O'rnisa bilan Farida ishkisi navbatlashib sizga qaradi. Ular ishkilisizlar. Öz sing'illaringizga o'xshash. Dada, men doktorxonaning beg'ida bir dam o'ynab kiray, ya. Ha, ma'qul. Men siz bilan xo'shlashqili keldim. Ta'til munosabati bilan Faridani yurtga olib borib, o'ynatib kelaydigan edim. Balkim uzunroq turib qolishim mumkin. Bu mezgilda o'zingizni ko'proq asrang. Behuda xiyollarda bo'lmang, bo'lmasa yana uzilib qolasiz. Aras, men doktorxona bilan hisoblashib bo'ldim. Chiqish rasmiyatingizni Ilyar doktor bejirib berdi. Men sizga quruq rahmatdan boshqa nimami deyalakdim. Behuda xiyollarni qilmay deyman. Lekin shu la'nat xiyollar qor bosgandek ko'z oldimdan zinhor ketmaydi. Bu ishingizning kuchlikidan bo'layotgan ish. Siz kitobni ko'p ko'rar ekansiz. Bundan keyin ko'proq kitob bilan mashg'ul bo'ling. O sizni g'ayri xiyollardan xalos qiladi. Kichigimdan tatibla xiyolchan edim. Go'dak hissiyotim bilan bu shaharning manzillariga qarab to'ymadim. Yap-yeshil buyuk baraqsan manzillariga sirliq pichirlab yiqayotgan suvlarga ajoyib sehrlik ko'k quyoshlik osmoniga qarab to'ymaydim. Ko'nglimda tova bu islar qayoqdan kelib qayoqlarga ketayotgandi deb o'ylaydim. Cho'ng bo'lgan sira his qildimki, shahar go'zal bo'g'ini bilan, lekin bu shaharning odamlari uning manzarasidek saf, samimiy go'zal emas ekan. Ular o'z maqsadlariga yetish uchun har qanday razilliklarni qilishdan yanmaydi ekan. Men nimalarni so'zlab ketdim.
Gayret qilib ketdim nima? Yo'q, buni g'ayvat shikoyat qilib bo'lmaydi, Avanisa. Dunyoda tatliq narsalar oz emas. Hammadan tatlig'i adolatga talpinishlik shikoyat. O'zining razil maqsadlariga yetish uchun sizni qurbon qildi. Turing o'rningizdan. Sirtqa chiqib, biroz havo yeylik. Turing. Nemadan asrayotganligingiz menga ayon. Men uning yo'lini qilib qo'ydim. Taklif? Shundoq. Bu uskunlari yangidan keltirilgan to'qimchilik korxonasi ham yotoqliq. Doktorxonadan chiqqandan keyin bir hafta dam olib ishga tushsangiz bo'ladi. Sabitchana. Hey, bunda qilmang. O'rningizdan turing. Bu yerda o'tiring. Doktorxonadan chiqishning gapini anglabla. Beshimga tog'dirib tushgandek bo'lgan edim. Endi nagim boraman degan o'y meni ansiz xiyolab patqiga qayt so'rab kirgan edi. Oxiri yana shu qiytiqchi momayning qishig'i ketay degan qarorga keldim. Qiytiqchi momay? U kim? Heyliqi judonliq ketisi. Bir qiytiqchi momay. Sasliqda yotqanimni ko'rib, meni uyiga akiribdi. Mana endi yaxshi bo'ldi. Doktorxonadan chiqsamla, yotadigan makanim, ishlaydigan o'rnim bor bo'ldi. Mundaqda. Havo acha, Farida. Xo'sh, Avanisa. Biz qaytaylik. Salomatligingizni asrang, biz qaytib kelib sizni izlaymiz. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Dada, siz mang'ash turing, keyiningizda yetishib olaman. Ma'qul qizim. Misozga ko'proq asrang. Ma'qul. Bo'ladi, Farida. Dadangizning gapini anglang. Bo'lamdi. Ma'qul. Qosim. Seni bu yay chaqirtishimdek maqsad. Sen ayoling bilan ajrashgandan keyin bolalaringga turmush bo'lib bermabsan, shundaqmi? Nima? Gulsum arz qildimi? Yo'q. Ayoling ketpaqmidi. Lekin aholi komiteti bizga bu ahvolni inkos qildi. Men shu Nima? Bolalaringdan qishi qaytib ketmoqchimsan? Yangi oilangdan ko'ngling suyishmabdi-da. Men Hey, nimidan qo'rqsan? Mana men igi bo'lay deb seni chaqirtdim-ku. Men ansirab qoldim. Ona bola uchaylan bag'asiri sirliq to'yilib ketyotdi. Shundaqmi? Masalan, qaysi taraflardan ansirab qolding? Abida pirgasiylik xizmatini tashladi. Ona bola uchaylan kechkichi o'g'lining hujrasiga kirib olib, tong otqichi pishirilishidi. Oraliqda chiqqachilayotding degandek gaplar yana Soliha xotinining shirqilgan ovozimi anglandi. Mundaq degan. Bu suratdagi odamni tunimsan? Shu. Dal o'zi shu. Men bu odamni bizning qo'roqda bir qancha qitim ko'rgandim. Men endi tushundim. Men endi u uyga hargiz bormayman. Yo'q. Bo'lmaydi. Unda qilsang, ular sirimizni bilib qoladi-da. Nagil borma, sana qo'l soladi. Seni joylavatmagicha hargiz tinjimaydi. Voy xudoyim. Endi men qanday qilsam bo'la, ha? Chandırma. Xushal kayfiyatda yur. Suratdagi bu odam paydo bo'lgan hamon Yanfonning
ma numarini 2 qitim, bu numarini 1 qitim besib, men 01 desanglar, biz darhol shu yerga boramiz. Ammo senda yanfon borligini ular hergiz bilmisin. Başlayaq. Men o öyge barmısamço? Barmısang, hayatın xavf ostida qoladi. Temtirme, uduqma. Telefon berib bo'lib, bexiraman uxlagan bo'lib ol. Meningcha, ular sana aldirab qo'lsamaydi. Abidaning seni qo'ldan chiqag'isi yo'q. Chunki sening qo'lingdagi bebaho guharni ular texe qo'lga kirgizgani yo'q. Güher? Qaysi güher o? Qo'ro'jayingchi. Buni sizlar qandaq bilasizlar? Hey Qosim. Abidaning nas xuluqlaridan o'shani yo'qitib, qonun to'riq tushib qag'il tas qoldim. Vay Xudoyim ey, men endi tushundim. Bir pulingizga onu qetilidi. Bu jonni olqonga ep qo'yib qiladigan tijorat degini asli bekor emaskanda. Agar menmo qora joyimni setib, pulini ularga bergan bo'lsam, menmo zahar etkazchilarga dasmi sog'an bo'ladi ekanman-da. Qandaq? Kallangdan o'tdimi? O'tdi boshliq. Uy! Hey! Hizimeli Qasım'ı saqchidan chaqirtibdi. Bu nima ish deb mendan so'rayotdi-da? Shunda qishim bo'lganmi? Bu oldin qaptidagi ish. Gulsim balalarning nafiq puli uchun sotqa arz qilibdi. Rostmi? Rost bo'lmaychi. Mening unidan boshqa yana nima gunohim botdi? Keyin qanday bo'ldi? Men har oyda nafiq puli uchun 200 so'm berdigan, ham havoning hamma doktor pulini ko'tardigan, shundaqla 2 ig'iz uy tepib, ijaraga ep berdigan bo'ldim. Lekin Gulsim uy xetini menga berdigan bo'ldi. Rostmi? Rost bo'lmaychi. Acaba mushuncha bo'la cho'ng ishni menga demabsiz-a? Shu uy xetini akilib, sizni biraqli xush qilib o'tay degandim. Uy xetini qachon berdigan bo'ldi? Balalarga 2 ig'izlik uydan birini tepib, 5 yillik ijara haqini to'lagandan keyin berdigan bo'ldi. Amschi, mushatning ichidil uydan birini tepib, ularni ko'chirib eting. Bo'ladi. Men mo shundaq o'ylagan edim. Bo'lmasa, Gulsimgimi gap uytadiganlarni chiqmaydi degili bo'lmaydi. Shu emasmi? Endi o gapingiz tugagandi. Ha, endi uxlasangiz bo'ladi. Ha, bo'ladi. Sizmi baldiroq yeting. Ma'qul. Ajab kechikib ketding-ku. Hafta bo'ldi yo'ling qarg'ili. Shikardika xo'jayinlar bilan
Badi kelişemey vaqt biraz sozulup ketdi. Pulni tayyor qilgansizlar. Men 50 ming o'rnini qilaman. Qatorida joylab beraman, xotirjam bo'ling. Ey, biz nima deyishgan? 50 mingni saqlab yo'lda qolamanmi? Pulning o'rni bor. Adamni undaq ahmoq qilmanglar. 300 ming ko'ylik qora joy bor degandan keyin shuni setib pulni bersanglar tugimidimi? Qosim degan lamizallining heliqi paqmuvash xotini soqchiga arz qilib ekan. Qosimni soqchidan chaqiribdi. Asta. Xotiniga ijaraga uy epasila. Uy xetini bergan bo'pti. Soqchidan chaqirgan ekan. Cho'qimal bo'ldi. Tez! Ya hırsa! Onu tut! Hırsa! Bu sotlak! Öldürüydü ben! Kıpırdaşma! Dada, hava acamni yo'qlab kelamdiq. Qizim, 2 oydan beri havo hadingizni toza Siz seg'inibsiz-da? seg'inmadingizmi? To'qimchilik korxonasining orlig'i xeyli bor. Bugun kashf qoldi. Uning ustiga safar hardiga yetib qoldi. Atatigan bo'lsa qandaq? Amis atatigan maktabga tizim qoldirib bo'lib andan boray. Siz atatigan o'zingiz ketavering. Hozir Gulsumxon opangizni yo'qlab chiqsa qandaq deysiz? Bo'ladi dada, men jutdan akagan olmadan to'qashlarni ilib olay. Yaxshi, shunda qiling. Voy, Qandaq yaxshi Sabit turdingizmi? efendi, techaman kapsizlar. Kelsin xabba. Yaxshimi qizim? Qani, ey kiranglar. Ha. Ey kiranglar. Kelsin xanapa, az bo'lsin o yurtning narsalari. Qani. Voy, nima avar bo'lib. Rahmat. Rahmat. Dada, men o'rnisoq olgan daftar qalam xotirlarni olib chiqib beray. Bayla olib chiqargan gap ekan. Hozirlik kiramiz. Bo'pti. Yuring Yurib bering. o'rnisa. Choy iching. Bugun mahallaga kelibla ba'zi bir yangiliklarni anglayman-ku, rasmi? Siz yurtga ketibla ajoyib ishlar yuz berdi. Abida bilan balları yana bir zahar atkachisi bilan birlashib Qosimni o'ltirib qo'yg'il tasli qoldi. Shundaqmi? Qosimning hamma davolanish oziqlash chiqimlarini saqchi taraf ustiga oldi. Uni doktorxonada 40 necha kun boqqanligim uchun menga mahbadi. Uning ustiga muhit asrash idorasiga kirgizib qo'ydi. Hozir maoshliq bo'lib qoldim. Qosimning holidan siz xabar olibsiz-da? Dastlabda kallamdan o'tmagan edi, lekin uning yig'isini ko'rib zotilchi deyamadim. Gülsün. Ben bir kabahat düş gördüm. Bu çüş. Belki korkunçlu. Belki kabahatli. Bu çüş. Hayatımı veren kılıp. Yüreğimle soğurup aldı. Gülsün, ben sana yüzgelenmeyim. Havanisa bilan ko'rishib turdinglarmi? Hozir havo qizim Hörnisadan boshqa hech kim bilan ko'rishmaydi. Qosim ahvol so'rayman deb korxona oldiga ko'p qitim bordi. Biroq havo chiqqili unimidi. Qosim o'z-o'zini qachatlab og'iz burnini qonitibdi. Toshpo'lat hozirg'ish turmadi. Toshpo'latni-chi yo'qlab turdingizmi? 3 kunning oldida borgan.
Lekin dadısını körüplü kayni giyinip kirip ketdi. Yana Taşpolat meni zo'limangla. Mening unda qarniyat dadam yo'q deb vaqirdi. Balla mushunda qilaversa Qasımga eg'ir kelib o'zini bir nima qilib olamdikin deb ansirayman. Bilsin, ben bir kabahat tuş gördüm. Tovu deb yaqini tutmaktan başka ilacı yok. Bu kabahatli tushni Qosimni ko'di degenden ko'ra, Gulsum, Toshpo'lat, Avanisalarni ko'di degan tuzuk. Bu kabahatli tush ularning hamma nemisini, o'tmishi va bugunini vayron qilib etdi. Önsüz kun yo'q, dağsız Leyli degandek inson turli ro'yi ojizliklardan xoli emas. O go'yi bilib bilmay har xil xatoliklarni sodir qiladi. Lekin hayotda xato ilingan bir qadam seni bag'an siri patqoq so'raydi. Natijada bo'lg'inisan, rasvo bo'lasan, maynatlisan. Oxiri bir kuni saskinib kayningga qaytsan. Ammo kechikkan bo'lasan. El nazardan tushsan. Bu nadomat bir umr seni xun qilib yutadi. Şuna her kişi öz dilini samimiy niyat nuri bilan bezishi kerak. Nahayat afsus. Gulsum, Havanisa, Toshpo'latlarning yuragini qaplagan dog'larni Qosim bir umr ko'z yoshlari bilan yuvib tozalay oladimi? Xayr. Bu qabahatli tush o'tib ketdi. Faqir Gulsum, Havanisa, Toshpo'lat Qosimlarga xayrlik tilaydi. Ularning keyingi hayoti xayrlik bo'lsin. Yaxshimisiz? Havani sağ sizin kelganligingizni degandim, lekin O nima deydi? O siz bilan ko'rishmayman deydi. Xo'sh. Havanisa dard hasratlari, azobli kechirmishlari shohidi bo'lgan tunji muhabbatini rad qilgan odamini ko'gis kelmaganligi, uning to'liq asli kelganligi albatta. Shundaq, u hozir qaya xilvat va pinhon bo'lsa, shu yerni izlaydi. Qaya g'alvi g'udurliq bo'lsa, darhol qochadi. Xuddi yovvoyi qushning o'zi. U odamlardan bezgan, patparaq hayotdan qo'l uzgan. Uning do'sti yolg'izlik, uning sirdishi xiyol, uning omriqi kitob, g'oyidagi obraz. Manga nima bo'ldi? Nima qilyapman? Bu qanday tashnolik? Nimaga qazo bo'lyapman? Nima uchun miskinlik, g'ayriblik, tashnolik to'lari yuragimni siqadi.
akar hayat